Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Vaqt har bir odamga nisbatan nihoyat odil. Siz attigini bir kunlik ishingizni boshlagan chaqda har bir kuningizning, vaqtingizning bebaho qiymatini o'ylab ko'ring. Bugunning qaytib kelmaydiganligini bilsangiz, undaqda har bir kuningizni qadrlang. Har minutning ahamiyatini o'ylang. Har bir sekundning boylik yartirganligini unutib qolmang. Shahar ovoz programmamiz orqali har bir minut vaqtinglarni qadrlab yashashinglarni chin qalbimizdan umid qilib, bugungi programmamizning mazmunlarini boshlaymiz. Men program riyosatchisi Mavlud Ibrohim. Yaxşılarını teli duyazdım Benim adli dixan tilimda Hoşluğunda patmay tenimga Alar idim bulsan yenimde Men nağemesen momaktaydı Ulığının arqali canaplar Meskinlerge sözüm melhemdur Ömrivişte bergen cevaplar İnkasımı ve eyni çakmak İspatladım bunu şadlıktan Yetip sen bu dostum kiline Düzgünlük rastçıl haslıktan Adalsına mevlüt ismi Avam xəliq sinila dəldi Mədiklidir məndən arzusi Həmmətinə gezilib getdi Oxtim aydı əbədkə məvlüd Seni əmdim axtıqan göylə Oxtim aydı əbədkə məvlüd Seni əmdim axtıqan göylə İnsaniyetning o'rtaq ojizligi bo'lgan hayot vaqtida qadrlamaslik, ketgandan keyin maqtab ko'k ko'tirish qilmishlari bizlarga ham o'dim bo'lib qolmoqda. Ajiba, bizmi buni davomlashtiramdik? Mavlud Ibrohimning radio programmasiga qo'shgan to'pisiga ko'z yuma olmaymiz. Shodlik minutlarida nurg'un kishilarga kulki ato qilsa, tun tevishlarda buzilish girdoriga berib qolgan ayinlarni o'ngshab, yomon yo'ldagi yoshlarni tuzab, xalqqa xushallik va osoyishlik ato qilish yo'lida to'xtovsiz ter to'kmoqda va davomli ter to'kkisi. Elni so'yganni el so'yidi, hurmatlaydi, beshiga oladi. Yuqoridagi naqsh bo'lsa, dal xalqning o'ninga bo'lgan ko'ngil so'g'isidir.